Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar fanining, demak, umumiy ma'lumotlari haqida, ya'ni ma'lumot turlari, abstrakt ma'lumotlar tuzilmalari haqida umumiy ma'lumotlarni o'rganamiz. Demak, ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar fani bizga demak, dasturiy ta'minotlarda o'sha raqamli qurilmalarda qo'llanilib turgan dasturiy ta'minotlarda ma'lumotlarning qay tarzda tuzilishi qanday bo'lishini tushuntiradi, ya'ni o'rgatadi. Ya'ni o'sha qanaqa tuzilmalar bor, qanaqa o'sha tuzilgan ma'lumotlar qanaqa algoritmlar asosida ishlaydi degan savollarga javob beruvchi fan hisoblanadi. Demak, bugungi mavzumiz umumiy ma'lumotlar turlari va abstrakt ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Demak, void turimiz bor. Bu tur demak tugallanmaydigan, ya'ni bir tur bilan obyekt, massiv va adres, referensiya yoki silka deb aytiladi. Kabilar e'lon qilinmaydi va aniqlanmaydi. Ma'lumot turi hisoblanib, hech qanday qiymat qabul qilmaydi. Ya'ni bilamizki, dasturlashda funksiyalarni, o'sha metodlarni yaratish ikkita tur asosida amalga oshiriladi. Ya'ni javob qaytaradigan funksiyalar, javob va javob qaytarmaydigan funksiyalar. Javob qaytaradigan funksiyalar demak qaysidir turga mansub bo'ladi va o'sha tur bo'yicha natijani qaytaradi. Misol sifatida mana ikkita sonning yig'indisini qaytarish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda funksiya turi int qilib yaratiladi. Agar butun ko'rinishda qaytarish kerak bo'ladigan bo'lsa, int ko'rinishda yaratiladi va funksiya demak o'z hisob kitob ishini bajargandan keyin o'sha oxirida return kalit so'z yordamida butun natijani qaytaradi. Ya'ni o'sha returndan keyingi kelgan narsa natija va o'sha natijaning turi qanaqa bo'lishi kerakligi funksiyaning yaratish boshida, o'sha funksiyaning yaratish vaqtida ko'rsatib o'tilishi kerak bo'ladi. Endi bu birinchi turi, ikkinchi turi o'sha void. Bu hech qanaqa javob qaytarmaydi. Ya'ni biz aytishimiz mumkinki, kimgadir hayotiy misol bilan taqqoslaydigan bo'lsak, kimgadir qandaydir ishni aytadigan bo'lsak, borib o'sha ishni qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha demak ishni buyurgan shaxs boradi, ishni ishlaydi, lekin natijani olib kelmaydi. O'sha ish ishlanadi va o'sha joyda qoladi. Void ham mana shu dasturlashda void ham xuddi mana shunday prinsipda ishlaydi. Ya'ni metod void turida yaratildimi, dastur boshida metod, misol uchun sum degan metod void turida yaratiladigan bo'lsa, o'sha funksiya tanasida qanaqadir hisob kitob ishlar qilinadi, lekin return yordamida natija qaytmaydi. Ishlar qilinadi, ishlar bajariladi, shunchaki return yordamida natijani qaytarib bermaydi. Void turimiz ham xuddi mana shunaqa ko'rinishda ishlaydi. Demak, buni amaliy darslarimizda ko'rib o'tamiz, o'sha kod yozish qismlarimizda. Demak, endi turlar deyapmiz, tiplar deyapmiz. Mana shu turlarga endi qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Endi ma'lumotlar tuzilmasi algoritmlar bugun birinchi mavzumiz bo'lganligi sababli bu yerda umumiy ma'lumotlar keltiriladi. Lekin shuni aytishimiz kerakki, bu fan dasturlashni o'rgatar ekan degan tushunchaga demak adashib qolmasligimiz kerak. Dasturlashni o'rgatadi qisman, lekin asosiy maqsadi dasturlashni o'rgatish emas. Asosiy maqsad o'sha tuzilgan dasturlarda ma'lumotlarning qanaqa bo'lishini o'rgatadi, ya'ni o'sha qanaqa tuzilmada bo'lishini o'rgatadi. Demak, o'sha dasturlash imkoniyatlari yoki dasturlash tillari imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda bu ishlar amalga oshiriladi. Shu sababdan demak bugungi umumiy birinchi mavzuyamiz bo'lgandan keyin umumiy dasturlashda o'tgan narsalarni takrorlab o'tamiz va keyingi darslardan aynan bir mavzuga yo'naltirilgan holda mavzularni olib boramiz. Demak, mantiqiy tiplar boolean deb aytiladi. Demak, dasturda bool ko'rinishda mana yoziladi. Boolean mantiqiy tur, javob qaytaradigan narsasi ikkita, true yoki false bo'lishi mumkin, rost yoki yolg'on. Bu qachon qayerda ishlatilishi mumkin? Demak, qaysidir shart bajariladigan bo'lsa, true bo'ladi, aks holda false degan narsani qaytarib beradi. Bu tur bo'yicha yaratilgan funksiyalar ham bor. O'sha boolean turida yaratilgan funksiyalar, misol sifatida isEmpty degan bitta metod bor. IsEmpty metodi demak o'sha berilgan narsa bo'sh yoki bo'sh emas ekanligini tekshirib beradi. Ya'ni bitta to'plam bor, bitta string bor yoki o'sha stringda
matn bormi yoki yo'qmi, o'sha isempty orqali mana shu metod orqali tekshirib qo'yadi. Agar demak isempty bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bu true'ni qaytaradi. Agar bo'sh bo'lmaydigan bo'lsa, bu false'ni qaytaradi. Shu va shu kabi holatlarda o'sha bu demak ma'lumot turi ishlatiladi. Endi tip deb yuritiladi ko'proq mana ruschasiga yoki type mana inglizchasiga. Mana ma'lumotlarni darsliklarini o'qiganimizda guvohi bo'lishimiz mumkin. Tip deb yuritiladigan joylari bor, demak type deb yuritiladigan joylari bor. Endi o'zbekcha nima qilganimizda, tarjima qilganda tur deb ishlatib ketamiz. Shuning uchun mana shu uchta so'zni biz sinonim sifatida ishlatamiz dars jarayonimizda. Buni oldindan aytib ketishimiz kerak. Xo'p, keyingi turimiz bizda char. Char bu demak simbolli tur hisoblanadi. Simbol uchun maxsus tur hisoblanadi. Simbol deganimizda demak o'sha kompyuterning klaviaturasida nima yozish mumkin bo'lsa, o'sha barchasi simbol hisoblanadi. Mana shunaqa deb tushuntirsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda so'zlardan tortib sonlar, maxsus belgilar, katta kichik registrdagi harflar hammasi simbol hisoblanadi. Lekin char o'zida bitta harfni, bitta nimani, agar harf misolda ko'radigan bo'lsak, bitta o'sha harfni yoki simbolni qabul qiladi. Misol uchun mana e'tibor bering. Char degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. O'zgaruvchining nomi harf teng a deyapmiz. O'sha birlik kavichkani ichida o'sha bitta narsa yoziladi. Agar a b s deb buni davomiga yozib ketadigan bo'lsak, bu string bo'ladi. Charda mana shunaqa bir nechtasini yozish qanaqa bo'ladi? Uni massiv qilib olish mumkin. Massiv masalan mavzusini o'ylaymanki bilasizlar. O'sha mana bir nechta C++ deb yozadigan bo'lsak, buni massiv ko'rinishda char qilib olishimiz mumkin. Ya'ni bu xullas charning vazifasi bir yoki bir necha simbol berilsa ham ularning har qaysisini alohida tekshirib olishni ishlatiladi. Endi mana qo'shimcha turlari bor. Mana consigned char, ya'ni unsigned char deganlarimiz bor. Bularni demak qo'shimcha ma'lumotlar orqali ko'rib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Endi demak bizlarda butun turlar bo'linadi. Mana short, int, long, byte, word va hokazo. Demak bular nimasi bilan farq qiladi? Bular qabul qiladigan sonlar, ya'ni qiymatining diapazonidan kelib chiqadi. O'sha diapazon orqali mana shu turlar qo'yiladi. Misol uchun butun turlar bo'yicha eng ko'p diapazondagi qiymatni qabul qiladigan tur bu long hisoblanadi. Long demak bilamizki, agar nima perevod qiladigan bo'lsa ham uzun degan ma'noni bildiradi. O'sha butun turlar bo'yicha long degan tur qabul qilingan. Butun nima? Butun tur nima? Dasturlashda o'sha aynan butun deganimiz, misol uchun mana 5,5 plus 5 degan narsa bor. Javob 10,5 degan narsa chiqishi kerak. Endi mana shu narsa bizga 10,5 emas, 10 degan natijani o'zini qaytarishi kerak. Ya'ni butun bo'lishi kerak natija. Mana shunaqa paytda int ishlatiladi. Int nimaga int deyapmiz? Mana sababi buni qabul qiladigan diapazoni bor. Hozir keyingi taqdimotlarimizda jadval bo'yicha keltirib o'tganmiz. O'sha diapazoniga qarab turib nimalar belgilanadi? O'zgaruvchi turlari. Xo'p, qaysini belgilagan ma'qul desangiz, albatta diapazondan kelib chiqadi va aytib o'tish joizki, o'sha o'zgaruvchini qiymati qanaqa qiymat qabul qilishi oldindan ma'lum bo'ladigan bo'lsa, shunga mos demak o'zgaruvchi turini belgilab ketadigan bo'lsak, bu yerda kompyuter yoki o'sha raqamli qurilma xotirasidan joy kam egallanadi agar u kichkina bo'ladigan bo'lsa. Tasavvur qiling, bitta o'zgaruvchiga 20 degan qiymatni qabul qilishi aniq, 20 degan sonni qabul qilishi aniq qiymat sifatida. Lekin biz bu 20 degan son uchun a degan o'zgaruvchi bo'lsa, int deyapmiz. Intimiz demak kompyuterning xotirasidan mana bu yerda aytyapti. Agar keyingi taqdimotlarimizda mana bor. Mana 4 bayt ko'rinishda kompyuterning xotirasidan joyini egallaydi. Ya'ni zarur bo'lmagan qismlar uchun ham qurilma xotirasidan demak shunchaki bizlar nimani xotirani qo'shimcha ortiqcha, ya'ni keraksiz bo'lmagan tarzda ajratib qo'ygan bo'lamiz. Shu ma'noda demak dasturni tuzish paytida faqat kod yozish uni demak nimasiga faqat o'sha strukturasiga e'tibor bermasdan, demak o'zgaruvchilarni e'lon qilganda ham iloji boricha
dastur ishlagan paytida qurilmadan minimal xotiradan foydalanish masalalarini ham esdan chiqarmaslik kerak. Xo'p, mayli, butun turlar davom etamiz. Keyingisi long bularni aytib o'tib ketdik. Xo'p, endi haqiqiy turlarimiz bor. Haqiqiy turlarimiz mana float, double deb aytiladi. Float demak mana qabul qiladigan nimasi ikkisi ham haqiqiy tur hisoblanadi. Float nisbatan kichkinaroq, double nisbatan kattaroq turni qabul qiladi, ya'ni diapazonni qabul qiladi. Demak, mana bu yerda 1 e'tibor berayotgan bo'lsangiz 17 y deyapti. Y bu yerda sanaq sistemasiga nisbatan ishlatiladi. A bo'lsa Y, F degan narsamiz bor, 16 sanaq sistemasida. Mana shu bo'yicha qabul qiladi. Xo'p, mayli. O'sha 10.5 degan, ya'ni o'sha qoldiq qismi bo'lyapti-yu. Mana shu haqiqiy son hisoblanadi. Ya'ni haqiqiy sonlar uchun haqiqiy turlarni qo'llash zarur bo'ladi. Agar mana shu narsani int deb belgilaydigan bo'lsak, int avtomatik mana shu 10 degan, ya'ni butun qismini oladi, qoldiq qismini olmaydi. Float deydigan bo'lsak, qoldiq qismi bilan qo'shib oladi. Butun va qoldiq qismi bilan qo'shib oladi. Float, double mana shunaqa tur hisoblanadi. Mana endi bular uchun umumiy ajratiladigan nimani qabul qiladigan diapazonlarni keltirib o'tib ketganmiz bu yerda. Ya'ni short int, integer bu butun turlar bo'yicha. Keyingisida mana haqiqiy turlar bo'yicha e'tibor beramiz. Qaysi dasturlash tillarida real single extended count deb ishlatiladi, qaysi dasturlash tillarida. Demak, bugungi kunda dasturlash tillarida asosan o'sha double bilan float degan narsa ishlatiladi. Lekin ular ham bu yerda jadvalda keltirilganlar ham hammasi butun turlar hisoblanadi. Xo'p, endi bu yerda mana standart ma'lumotlar sintaksisi keltirib o'tib ketganmiz, ya'ni o'sha dasturda aniq qanaqa ko'rinishda yoziladi, umumiy sintaksis, ya'ni dasturda yozilgan sintaksisini amaliy qismi uchun ham ko'rsatib o'tib ketganmiz. Xo'p, bu sintaksis Java dasturlash tili bo'yicha e'tibor beramiz va bu yerda hozir C++ ham qabul qiladi, shunchaki men Javadagi ba'zi klasslarni tanimaydi. Misol uchun scanner klassi yo'q, system out print degan nimasi klassi metodlari yo'q C++da, lekin mana bu o'zgaruvchilarni e'lon qilish deyarli barcha dasturlash tillarida bir xil ko'rinishda bo'ladi, ya'ni sintaksisi deyarli bir xil bo'ladi. 100% bo'lmasa ham o'sha deyarli bir xil ko'rinishda bo'ladi. Endi qo'shimcha tarzda mana string metodlarini berib o'tib ketganmiz, ya'ni string bilan ishlovchi maxsus metodlar bor. Bularni demak amaliy dastur tuzish jarayonida qo'llasangiz bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlar tuzilmasiga misollar. Endi umumiy turlar haqida demak dasturlash kursi bo'yicha takrorlab qoldik. Endi mana tuzilmalar bo'lishi mumkin ekan. Demak, to'plam ko'rinishida, mana daraxtzumon ko'rinishida, graf ko'rinishida, chiziqli ma'lumot ko'rinishida va hokazo ko'rinishda demak ma'lumotlar tuzilgan bo'lishi mumkin. Bizga dasturiy ta'minotlar ma'lumotlarni chiqarib berishda o'sha qaysidir tuzilmadan olib bizga qaysidir tuzilmada ko'rsatib beradi. Demak, o'sha tuzilmalar haqida gap ketyapti bu yerda. E'tibor beramiz. Abstrakt nima bo'ladi? Mana endi abstrakt tushunchasini rejamiz bo'yicha abstrakt tushunchasini o'rganishimiz kerak. Abstrakt bu yashirin mafhum degan ma'noni bildiradi. Mana umumiy nazariyani olib qaraydigan bo'lsak, asosan ishlatiladi obyektga yo'naltirilgan dasturlashda. OOP, Object Oriented Programming, obyektga demak yo'naltirilgan dasturlash. Xo'p, endi bu bo'yicha misollarni keltirib o'tib ketamiz. Mana abstrakt kalit so'z, abstrakt degan kalit so'z bor. Ushbu kalit so'z nimalarga nisbatan qo'llanishi mumkin? Demak,